Yaxshi ota. Ada, men ishdan bo'shab, o'zimni shaxsiy biznesimni boshlamoqchiman. Malades o'g'lim, zo'r narsani o'ylasan, bos o'g'lim. Lekin biznes o'xshaydimi yo'qmi bilmayman-da. Bolam, ota-onamni qiynab qo'yaman, ro'zg'orimni to'l-to'kis qilib qo'ya olmayman. Kafe restoranlarga, tog'larga ota-onamni olib chiqaman deb umuman o'ylama o'g'lim. Kichkina orzular qilma. Katta maqsadlarni oldinga qo'y. Hali samza toqqa emas, Parijga, Dubayga olib borasan. Biz har doim seni oldingdamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Olg'a bolam. Ha, bo'ladigan bo'ladi, bu malades. Super ota. Ada, men ishimdan bo'shab, o'zimni shaxsiy biznesimni boshlamoqchiman. Ahmoq kalla, qanaqa ishdan bo'shash, qanaqa yangi biznes, jinni ishdan bo'shab qo'ymading ish qilib. Yo'q, bo'shamadim. Necha pul olyapti? 4 yildan beri 3 million olaman. Bolam, bu miyani kim zaharlayapti? Hozir senga kim 3 million oylik beryapti? Unaqa internetdagi soxta motivatsiyalan gapiga ishonma. Hammasi aldoqchi. Men sizlarga yaxshi hayot qilib bermoqchiman. Bolam, unaqa ota-onani o'ylayvermagin ko'p. Miyani ortib qo'yma, bolam, o'zingni qiynama. Bizga shu yilda bir marta yangi yilda Aliva bilan nor yeb tursa bo'ldi.